G'allaorol tumani Iqrol O'rta maktabida 2026-yil 3-fevral bugun ona tili va adabiyot fanlari bo'yicha KS mashg'ulotlarini ko'rish uchun kelindi. Bugungi mavzumiz ma'lumot ta'lim yangi asr o'rganish modeli bo'lib, matn bilan ishlashni, tahlil qilish metodikasini o'rgatadi. Xo'p, ustoz yetakchi o'qituvchisiz-a? Yetakchi o'qituvchi sifatida materiallar tayyorlaganmiz. Bugun o'qituvchi qanday amaliy mashg'ulot bajarishi kerak? Masalan, bugungi darsimizda o'qituvchiga masalan ko'zoynak matni beriladi va bu matnda matndagi asosiy fikrlar bu yerda bayon etilishi kerak, asosiy fikrlar ajratilishi kerak. Mana bu yerda qora siyoh bilan ajratib qo'yilgan. Mana shular orqada test varianti shaklida berilgan. Mana shu test varianti shaklida berilgan topshiriqlarni bajaradi. Berilgan matn mazmuniga mos to'g'ri shakllantirilmagan ma'lumotni aniqlang degan. Va bu yerda 4 ta javob berilgan. Ana shu o'qib chiqib turib, bu yerda o'qituvchi mulohaza qilgan holda S javobni belgilaydi. Ya'ni S javobda bo'yinga osib yuriladigan ko'zoynaklar ko'pincha uzoq muddat undan foydalanadigan kishilarga uchraydi degan javob bor. Matnda esa bu yerda ko'zoynaklar uzoq muddat ishlatilishi mumkin emas degan joy bor. Shu matn ustida ish olib borish kerak-a? Matn bilan ish. Orqasida nima bor dedingiz? Test bor-a? Test matnga taalluqli test berilgan. Demak, mushohada qilib, fikrlagan holda uni bajarish kerak o'qituvchi.